Assalomu alaykum internet tarmog'idagi kuzatib boruvchilar. Ish jarayonimizni hozir qisqacha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozamiz Vohaga, Xorazmga ikkita bundan haydaylik bo'lsam, 3 ta qo'yib boramiz. Jizzaxga 3 ta og'ayni через internet ko'rib, uchalamizga bittadan zakaz berishdi. Xudo xolasa ertaga chiqarib yuboramiz. Uchalasini ham qo'g'irchoq qilib, chotki qilib bitirib berdik. Taxtalari ham shu taxtasiga javob, любой время javob beramiz. Tozalash kerak, qarag'ay kerak sasnamas. Har bir videoda bu taxtasini gapirib o'tishimiz shart. Nimagaki, taxtasi qo'y siyganda ishmasligi kerak, sasmasligi kerak, yorilmasligi kerak. Mana, xudo xolasa ikkitalardan ikkita o'zimizning Namangan Yorqo'rg'onga, bu bittasi ikkitalik o'zimizning Namangan Dahyota degan joyga. Kimga kerak bo'lsa, bemalol buyurtma beraverasizlar. Chiroyli yasab beramiz. Ikkitalardan boshlab 5 talikgacha. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Nafaqat qo'y ko'radi, darvoza, kazirov, barel, agrajdayni hammasini yasash qo'ldan keladi. Aytaylik bo'lsam, darvozamiz adnalichkasi bilan cho'rnova holati, hammasi kraska ochiq bilan turibdi. Lista darvozamiz bir qavat, Andijonda bu, bunisi Toshkentga bu. Hammasi zanglatib, keyin kraskani to'kiladi bizda.